Sora o'quvchilarga bir qarab oldi. Sekin o'rnidan turdi. Uning ovozi ham, qo'llari ham titrab turardi. Men nima desam ekan? Men hammaga savol bermoqchiman. Sizlarni kim yaratgan? Sochingizni, qo'lingizni kim yaratgan? Rangingizni kim yaratgan? Bu ranglarni, sochni, ko'zingizning rangini o'zingiz tanlaganmisiz? Yo'q, bu narsalarni hech kim tanlay olmaydi. Xudo qanday xohlasa shunday dunyoga kelgansizlar. Men ham shunday. Meni Xudo shunday yaratgan. Menga bularni dadam aytgan. Dadam yolg'on gapirmaydi. Mening rangimni ham, yuzimdagi, qo'limdagi dog'larni ham o'zim tanlamaganman. Men bunday bo'lishini xohlamaganman. Nega meni masxara qilasizlar? Xudo yaratgan narsani masxara qilasizlarmi? Bu qiz boshqacha, oy undan uzoqroq yur, kasal yuqib qoladi degan, gapirishi ham boshqacha dedilaring. Ko'rinishing maxluqqa o'xshaydi dedilaring. Muncha qo'rqinchli, qanday qilib shu ahvolda ko'chada yuradi dedilaring. Ko'chaga chiqmayinmi? Maktabga bormayinmi? Qaysi aybim uchun?